Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Nur Mehmet. Bugun sizlar bilan shu qaysi vaqtda rakdan shubhalanamiz, bunun to'g'ri bir mazmunlardan bahslanamiz. Bu biraz bir og'ir tema. Rak shu hozir dunyoda taltukus hal bo'lmagan kasalliklardan birisi. Biz hammamiz o'smani bilamiz. Hamda o'sma ikki turlik bo'ldi. Birisi yaxshi sifatli o'sma, yana birisi yomon sifatli o'sma. Hamda rak dal shu yomon sifatli o'smaning yana bir xil atalishi. O'sma rak bular badanning muqim bir yer bo'lmaydi. Shu badanning qayerda o'smak rak bo'lib qolsa, shu organning nomidagi rak yoki o'sma bo'ldi. Masalan, bo'yin o'smasi, oshqozon raki, o'pka raki, jigar o'smasi, yamsa jigar raki, hatta qon raki deb atab qo'yamiz. Endi bugungi asosiy temamiz bu rakni tunishtirish emas, balki shu qaysi vaqtda biz rakdan shubhalanishimiz lozim. Endi o'sma bilan rak bu har qanday yoshda ko'rilishi mumkin. Buni faqat yashaganlarning kasallik degil olmaydi. Ammo ko'pincha bu o'sma raklar shu 40 yoshdan keyin asta-asta ko'rilgashga, shunga shu 40 yoshdan cho'ng bo'lgan kishilarga qaralik tekshirib turing deb tavsiya beramiz. Endi tövənlik alomatlar yoki ahvollar bo'lib qolsa, cho'qim diqqat qilishimiz kerak, ham tekshirishimiz kerak. Birinchisi, shu 1-2 oy ichida tezlam og'irlab ketganlar, tezlam shu kilosi tushib ketganlar, bular cho'qim diqqat qilish kerak. Ikkinchisi, shu uzun zamondan beri holsiz, arg'inlik bo'lgan kishilar. Shuncha yaxshi aramagan taqdirda shu holsizlik, arg'inlik yo'qmasa, uni cho'qim tekshirib chiqish kerak. Uchinchisi, shu badanning bir yerda bir munak paydo bo'lib qolganlar. Bu qisqa vaqtda yo'qolib ketmasa, texnik yo'qolib ketganlar, bular cho'qim tekshirib chiqish kerak. To'rtinchisi, shu bo'yin, qo'ltiqning ostidagi shu bezlar bor. Shu bezlar yo'qolib ketsa, 2-3 hafta ichida yo'qolib ketmasa yoki texnik yo'qolib ketsa, uzun vaqt qolib qolsa, buni cho'qim tekshirib baqing. Beshinchisi, shu qo'saq qismingizda bir og'riq bo'lsa, shu kecha kunduz bo'lsa, az-azdan bo'lib shu to'xtamasa bu og'riq, doğru ishgan taqdirda og'riq pasaymasa, pasaygan taqdirda yana tekrar bo'lsa, buni cho'qim tekshirib baqing. Oltinchisi, shu kichik taratda, cho'ng taratda qizil qon ko'rsangiz, yoki shu yo'talgandan keyin shu o'ksirikda, balg'amda, tukurukda doim qon ko'rsangiz, hatto shu manqida doim qon ko'rsangiz, bularni cho'qim tekshirib baqing. Endi 7-inchisi bo'lsa, shu oilada, cho'nglarda burun o'sma, rak kasalliklari bo'lib qolganlar bo'lsa, bu kasalliklar ba'zi irsiy qilib qilishi mumkin. Shunga burunlarning shu kasal tarixini yaxshi bilish kerak. Agar aqdan ashta ahvol bo'lsa, cho'qim bir tekshirib baqing. Endi biz yuqorida bu 7 mazmun dedik, lekin bu ahvollar bo'lsa, senda cho'qim rak bor, o'sma bor degil olmaydi. Chunki boshqa odatiy kasalliklarda mushta alomatlar bo'lishi mumkin. Rak bilan o'smada bu bizda o'tgan bu 7 alomatdan sirt yana shu ta'sir qilgan organ bilan munosabatlik bo'lgan boshqa alomatlar kelib chiqadi ekan. Haqiqiy rak ham o'smaga diagnoz qo'yish uchun bu alomatlardan boshqa qon, cho'ng tarat, kichik tarat tekshirish, ultra ovozli tekshirish, CT, MR yoki hatto o'smadan bir parcha ilib tekshirish qatorliq bir muncha tafsiliy tekshirishlar bor. Shularni qilgandan keyin anandagi bir diagnoz qo'yib davolashga to'g'ri bo'ldi. Endi yuqori mazmunlarni biz faqat shu to'g'rilashdan foydalanish uchun tayyorladik. Endi shu o'zingizda yoki oila kishilarda yoki atrofingizda kishilarda shunday ahvollar yuz bersa, ham diqqatingizni tassa, cho'qim doktorxonaga berib tekshirib baqing, yoki ularga tavsiya qiling. Endi bu alomatlar bo'lmagan taqdirda 6 oyda bir yoki yilda bir qitim badaningizni qaralib tekshirib turing. Ko'nlarda bir gap bor, shu kasallikni yushirsan o'lim oshkorada. Ikkilardan ko'rishga salomat bo'linglar, Allohga omonat.